Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim masalani muhokama qilaman. 25 sentyabrga qadar pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar, yangi ro'yxat, kimlar bu pulni olishi mumkin? Kimlar kutmasligi kerak? Gar kutmasligi kerak? Qayerda xatolik bo'lishi mumkin va eng muhimi, o'z haqqingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun hozir nimalarni tekshirishingiz kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, yaqinlariga, boquvchisini yo'qotganlarga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga va ijtimoiy nafaqa oluvchilarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam navbatda sarson bo'lmaydi, ortiqcha hujjat yig'maydi va unga tegishli pulni o'z vaqtida talab qila oladi. Avval pensionerlarning ko'pchiligi o'z pensiyasi qachon tushishini, qancha miqdorda kelishini, qo'shimcha to'lov bormi yoki yo'qmi, faqat karta xabarnomasi kelgandan keyin yoki pochta xodimi olib kelgandan keyin bilardi. Ya'ni odam oldindan aniq hisob-kitob qila olmasdi. Ba'zilar har oy bir xil summa olaman deb o'ylardi, lekin ayrim oylarda qo'shimcha hisob-kitob, qayta hisoblash, ushlab qolish yoki bir martalik to'lov sabab summa o'zgarishi mumkin. Endi esa eng muhim masala shuki, yangi ro'yxat deganda ko'pincha pensiya yoki nafaqa oluvchilar bo'yicha yangilangan ma'lumotlar bazasi. Qayta tekshiruvdan o'tgan shaxslar, qo'shimcha to'lov olish huquqi borlar, qarzdorlik bo'yicha qayta hisoblanganlar yoki belgilangan muddatgacha mablag' yetkazilishi kerak bo'lgan fuqarolar nazarda tutiladi. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Har qanday to'lovni olish uchun sizning ma'lumotlaringiz tizimda to'g'ri bo'lishi shart. Pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi, pensiya turi, ish staji, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, parvarish nafaqasi yoki boshqa imtiyozlar noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pul kechikishi yoki umuman tushmasligi mumkin. Oldin ko'p pensionerlar bunday holatda hali tushar. Hammalik kechikyapti, pochta olib keladi deb kutib o'tirardi. Lekin hozir men buni maslahat bermayman. Chunki 15 sentyabrga qadar to'lanishi kerak bo'lgan summa haqida gap ketganda eng xavfli narsa passiv kutishdir. Agar siz ro'yxatda bo'lsangiz, pul belgilangan tartibda yetkazilishi kerak. Agar ro'yxatda yo'q bo'lsangiz, sababini bilishingiz kerak. Agar ro'yxatda bo'lib pul tushmagan bo'lsa, bu alohida tekshiriladigan holat. Bugungi kunda pensiya tizimida ma'lumotlar tobora ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Bu bir tomondan qulay. Chunki odam har safar bir xil hujjatni ko'tarib yurmaydi. Ikkinchi tomondan esa bazadagi bitta xato ham to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, fuqaroning familiyasida bitta harf xato yozilgan bo'lsa, bank kartasi boshqa pasportga bog'langan bo'lsa, yashash manzili eski qolgan bo'lsa, pensiya ishi boshqa tumanda turgan bo'lsa, bu pulning kechikishiga olib keladi. Men ko'p uchratadigan holat, pensioner bank kartasini almashtirgan, lekin yangi karta ma'lumotini pensiya bo'limiga yetkazmagan. U o'ylaydi, karta mening nomimda-ku, o'zi topib oladi. Amalda esa har doim ham shunday bo'lavermaydi. Ayniqsa eski karta muddati tugagan bo'lsa, hisob raqami yopilgan bo'lsa yoki karta boshqa bankdan ochilgan bo'lsa, to'lov qaytib ketishi mumkin. Yana bir muhim o'zgarish, ayrim to'lovlar oddiy oylik pensiyadan alohida hisoblanadi. Odam oylik pensiyasini oldi, demak hammasi shu deb o'ylaydi. Lekin qayta hisoblashdan chiqqan farq qo'shimcha ustama, avvalgi oylar uchun qarzdorlik yoki alohida kompensatsiya keyinroq tushishi mumkin. Shu sababli men har doim pensionerlarga aytaman. Karta hisobingizga tushgan summani faqat pul kaldi deb emas. Bu aynan qaysi oy uchun, qaysi turdagi to'lov deb tekshiring. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar e'tiborli bo'lish kerak. Agar siz har oy pensiya olsangiz va oxirgi paytda summangiz o'zgargan bo'lsa, masalan, avval 1 million 20 ming so'm olib yurgan bo'lsangiz, keyin 1 million 320 ming so'm tushgan bo'lsa, bu oddiy indeksatsiya, qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Lekin 15 sentyabrgacha alohida summa berilishi haqida xabar bo'lsa, siz menga ham tushish kerakmi degan savolni aniq tekshirishingiz lozim. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy mehnat ekspertizasi muddati, nogironlik guruhi, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Masalan, bir kishi 2 guruh nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, uning hujjatida qayta ko'rik muddati avgust oyida tugagan bo'lishi mumkin.
Agar u qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, sentyabr oyidagi to'lov vaqtincha to'xtatilishi ehtimoli bor. Bu odam hammani ro'yxatga qo'shishdi. Menga nega tushmadi deb hayron bo'ladi. Sabab esa qo'shimcha to'lovda emas, uning asosiy hujjati muddati tugaganda bo'lishi mumkin. 3-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda oiladagi farzandlar soni, ularning yoshi, o'qiyotgani yoki o'qimayotgani, kunduzgi ta'limda ekanligi kabi holatlar tekshiriladi. Masalan, farzand 11 yoshga to'lgan, lekin kollej, texnikum yoki universitetning kunduzgi bo'limida o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun sentyabr oyida ta'lim bilan bog'liq hujjatlar juda muhim bo'ladi. 4-guruh pensiyasini pochta orqali oladiganlar, bank kartasi orqali oladiganlarda pul tushgani SMS orqali ko'rinadi. Pochta orqali oladiganlarda esa yetkazish jadvali, hudud, mahalla, pochta xodimining ish grafiki kabi omillar bor. Agar sizning qo'shningiz pulini oldi, siz olmadingiz, bu avtomatik ravishda siz ro'yxatda yo'qsiz degani emas. Lekin 15 sentyabrgacha yetkazilishi kerak bo'lgan to'lov bo'lsa, siz pochtadan ham, pensiya bo'limidan ham aniq ma'lumot so'rashingiz kerak. Agar siz har oy pensiyangizni barqaror olayotgan bo'lsangiz, pasportingiz amal qilayotgan bo'lsa, karta muddati tugamagan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlaringizning muddati o'tmagan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men tavsiya qiladigan eng oddiy ish, bank ilovasida yoki SMS xabarda oxirgi tushumlarni ko'rib chiqing. Summa avvalgi oylar bilan mos keladimi? Qo'shimcha pul tushganmi? Tushmagan bo'lsa, siz unga huquqlimisiz? Shuni aniqlang. Agar siz faqat oddiy yoshga doir pensiya olsangiz va sizga hech qanday alohida ustama, qayta hisoblash, imtiyoz yoki kompensatsiya tegishli bo'lmasa, 15 sentyabrgacha bo'lgan xabarlar sizga bevosita taalluqli bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir pensionerning farzandlariga aytaman. Ota-onangizning kartasidagi tushumni bir marta tekshirib qo'ying. Chunki ko'p yoshi katta insonlar SMSni o'qimaydi. Bank ilovasidan foydalanmaydi. Ba'zan pul tushganini ham bir necha kun bilmay yuradi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi pensioner ayol har oy 20 million ertada ko'rta ming so'm pensiya oladi. Avgustda unga 20 million ertada ko'rta ming so'm tushgan. Sentyabrda esa 20 million 900 ming so'm va alohida 210 ming so'm tushishi kerak deb hisoblangan. Lekin karta muddati avgust oxirida tugagan. Bank yangi karta chiqargan, ammo pensioner yangi kartani faollashtirmagan. Natijada asosiy to'lov eski hisob orqali qaytib ketgan yoki kechikkan. Bu holatda ayol menga pul bermadi deb o'ylaydi. Lekin muammo ro'yxatda emas, bank rekvizitida. Ikkinchi misol. Samarqandda bir kishi nogironlik pensiyasi oladi. U 2 guruh nogiron sifatida ro'yxatda turadi. Qayta ko'rik muddati 10 sentyabrgacha belgilangan. U kasalxonaga borishga ulgurmagan, hujjat yangilanmagan. 2 sentyabrgacha qo'shimcha to'lov haqida eshitib, kutib yuradi. Lekin tizimda uning maqomi vaqtincha tasdiqlanmagan ko'rinadi. Bu vaziyatda birinchi qadam qo'shimcha pulni talab qilish emas, balki tibbiy xulosa va nogironlik maqomini yangilashtir. 3-misol. Boquvchisini yo'qotgan oila bor. Ona 2 farzand uchun pensiya oladi. Katta farzand 19 yoshga to'lgan va universitetga kirgan. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topshirilsa, ayrim to'lovlar davom etadi. Agar topshirilmasa, tizim O'rinbek yoshga to'ldi deb to'lovni to'xtatishi mumkin. Sentyabr oyida aynan shu sababli ko'plab oilalarda savol tug'iladi. Nega avvalgidan kam tushdi yoki nega umuman tushmadi? Sabab o'quv yili boshida ma'lumotnoma topshirilmagani bo'lishi mumkin. 4-misol. Qashqadarda yashovchi pensioner otxon pensiyasini pochta orqali oladi. Mahalladagi bir necha odam 10 sentyabrda pulini olgan, u esa 10 sentyabrgacha kutgan. Pochta xodimi kelmagan. Bunday holatda meni ro'yxatdan chiqarib tashlashibdi deb vahima qilish shart emas, lekin tekshirish shart. Otaxon yoki uning farzandi pochta bo'limiga borib yetkazish jadvalini so'rashi. Pensiya bo'limidan uning ism, familiyasi, to'lov ro'yxatida bormi yo'qmi bilish kerak. Agar ro'yxatda bo'lsa, yetkazib berish masalasi hal qilinadi. Agar ro'yxatda bo'lmasa, sabab yozma yoki rasmiy tartibda aniqlanadi. 5-misol. Pensioner ayol boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin pensiya ishi eski tumanda qolgan. U yangi manzilda yashaydi. Bank kartasi ham bor,
lekin ayrim xabarnomalar eski manzilga ketadi. To'lovning o'zi tushishi mumkin, ammo qo'shimcha tekshiruv, hujjat chaqiruv yoki ma'lumotnoma so'rovi bo'lsa, u bundan bexabar qoladi. Natijada keyingi to'lovlarda muammo chiqadi. Shuning uchun yashash manzili o'zgargan bo'lsa, pensiya bo'limiga xabar berish juda muhim. Pensionerlarga 25 sentyabrgacha berilishi kerak bo'lgan summa deganda odamlar ko'pincha bitta aniq pulni tasavvur qiladi. Masalan, hammaga bir xil 300 ming so'm yoki hammaga bir xil 500 ming so'm beriladi deb o'ylaydi. Men bunday yondashuvni xavfli deb bilaman. Chunki pensiya tizimida hamma to'lov ham hammaga bir xil bo'lmaydi. Summaning miqdori pensiya turiga, ish stajiga, oldingi hisob-kitobga, qo'shimcha ustamaga, hududiy yetkazish tartibiga yoki shaxsning alohida maqomiga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, bir pensionerga 20 ming so'm farq chiqishi mumkin. Boshqasiga 20 ming so'm, yana boshqasiga umuman chiqmasligi mumkin. Bu adolatsizlik degani emas. Bu hisob-kitobning har xil asosga tayanishini bildiradi. Agar sizning qo'shningizga qo'shimcha pul tushgan bo'lsa, sizga tushmasa, darhol meni aldashdi demang. Avval sababini tekshiring. Qo'shningizda nogironlik ustamasi bormi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik to'lovi bormi? Avvalgi oyda kam to'langan summa qaytarildimi? Uning pensiyasi qayta hisoblandimi? Aksincha, sizga qo'shningizdan ko'proq tushgan bo'lsa ham, buni darhol xato bo'lsa kerak deb sarflamay qo'ymaslik kerak. Nega? Chunki ba'zan ortiqcha to'lov ham xato hisoblanishi mumkin va keyingi oylarda ushlab qolinishi ehtimoli bor. Agar sizga odatdagidan ancha ko'p summa tushsa, masalan, har oy 1 million 600 ming so'm olasiz. Birdan 3 million 200 ming so'm tushdi. Albatta pensiya bo'limidan bu qaysi davr uchun va qaysisida berilganini so'rang. Agar bu haqiqatan ham qayta hisoblash bo'lsa, bemalol foydalanasiz. Agar texnik xato bo'lsa, keyin muammo bo'lmasligi uchun oldindan aniqlashtirasiz. Birinchi nozik jihat hujjat muddati. Ko'pchilik faqat pasportga qaraydi. Lekin pensiya yoki nafaqa uchun boshqa hujjatlar ham muhim bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha xulosa vasiylik hujjat, talabalik ma'lumotnomasi, boquvchisini yo'qotganlik hujjati, bank rekviziti, doimiy yashash manzili kabi ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmasa, to'lov kechikadi. Ikkinchi nozik jihat bir nechta to'lov turini aralashtirib yuborish. Masalan, odam pensiya oladi. Bundan tashqari kommunal imtiyoz, parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy yordamga ham huquqi bo'lishi mumkin. Ularning har biri alohida tartibda yuradi. Birining tushishi ikkinchisi ham avtomatik tushadi degani emas. Agar siz bir nechta to'lov olsangiz, har birini alohida tekshiring. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolish. Ba'zi holatlarda aliment, sud qarori, ortiqcha to'langan pulni qaytarish yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Pensioner nega pensiyam kam tushdi deb so'raydi. Tekshirilsa, ma'lum bir foiz ushlab qolingan bo'ladi. Bunday holatda ham sababni og'zaki eshitib qo'yish yetarli emas. Qaysi qaror asosida qancha muddatga, qancha miqdorda ushlab qolinayotganini bilish kerak. 4-chi nozik jihat vafot etgan pensioner bo'yicha oila a'zolarining huquqlari. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, ayrim hollarda olinmay qolgan pensiya summasi oila a'zolariga berilishi mumkin. Lekin buning tartibi bor, hujjatlari bor, muddatlari bor. Kartasida pul bor ekan, olib ishlataveramiz degan yondashuv noto'g'ri. Bank, pensiya bo'limi va meros yoki oila a'zolari huquqi bo'yicha qonuniy tartibga rioya qilish kerak. 5-chi nozik jihat firibgarlik. 15 sentyabrgacha pul beriladi. Ro'yxatga kiritamiz, karta raqamingizni yuboring, SMS kodini ayting. Pasport rasmini tashlang deb telefon qiladiganlar bo'lishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini yubormang. Pasportingizni notanish odamga rasmga olib jo'natmang. Davlat to'lovi uchun sizdan oldindan xizmat haqi so'ralmaydi. Agar kimdir men sizni ro'yxatga kiritib beraman, pulingiz tez tushadi deb pul so'rasa, bu juda shubhali holat. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oyda olgan pensiya summangizni tekshiring. Iyul, avgust, sentyabr bo'yicha qancha tushganini yozib chiqing. Agar karta orqali olsangiz, bank ilovasidan yoki SMSlardan ko'ring. Agar pochta orqali olsangiz, bergan kvitansiya yoki qaydlarni tekshiring. Summalarda farq bo'lsa, sababini aniqlash kerak. Ikkinchi qadam, kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Karta muddati tugagan bo'lsa, darhol bankka boring.
Yangi karta ochilgan bo'lsa, u pensiya to'lovi uchun bog'langanmi? Hisob raqami faolmi? Shuni so'rang. Faqat plastik kartani qo'lga olish yetarli emas. Ba'zida karta bor, lekin hisob faol emas yoki to'lov keladigan rekvizit yangilanmagan bo'ladi. 3-qadam, pasport yoki ID kartangiz ma'lumotlarini tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHI raqami to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Agar yaqinda familiyangiz o'zgargan bo'lsa, yangi hujjat olgan bo'lsangiz, pensiya bo'limida ham shu ma'lumot yangilanganiga ishonch hosil qiling. 4-qadam. Pensiya bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilishga tayyor bo'ling. Borganingizda menga pul tushmadi deb umumiy gapirmang. Aniq ayting, men falon turdagi pensiya olaman. Oxirgi to'lov falon sanada tushgan. 25 sentyabrgacha berilishi kerak bo'lgan summa bo'yicha ro'yxatda bor yo'qligimni tekshirib berishingizni so'rayman. Shunda xodim ham masalani aniqroq ko'radi. 5-qadam. Kerakli hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank karta rekviziti, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, talaba farzand bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar yoningizda bo'lsa, bir necha marta qatnamaysiz. 6-qadam. Ariza yozishdan qo'rqmang. Agar siz ro'yxatda borligingizni, lekin to'lov tushmaganini aytsangiz, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Mening murojaatimni ro'yxatga oling. Javobini yozma yoki rasmiy tartibda bering deb so'rang. Arizada ism, familiyangiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, pensiya turi, muammo nimada ekanini aniq yozing. Masalan, sentyabr oyida berilishi lozim bo'lgan to'lov bo'yicha mening ma'lumotlarimni tekshirib, to'lov kechikishining sababini ma'lum qilishingizni so'rayman. 7-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men buni alohida ta'kidlayman. Ko'p pensionerlar davlat idorasiga borishga uyaladi, savol berishga qiynaladi. Telefonda tushuntira olmaydi. Farzandlar bir marta vaqt ajratib, karta tushumlarini ko'rsa, hujjat muddatlarini tekshirsa, kerak bo'lsa birga borib so'rasa, katta muammo oldi olinadi. Agar pul bank kartasiga tushmagan bo'lsa, birinchi tekshiruv bankdan boshlanishi mumkin. Karta faolmi? Hisob raqami ochiqmi? To'lov qaytganmi? Blokirovka yo'qmi? Lekin bank pensiya hisob kitobining o'zini tushuntirib bera olmaydi. Bank faqat pul kelgan-kelmaganini, hisob faol yoki faol emasligini ko'radi. Pensiya miqdori, ro'yxat qayta hisoblash, qo'shimcha to'lov, kechikish sababi bo'yicha pensiya bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilinadi. Agar siz pochta orqali olsangiz, pochta bo'limi ham muhim. Pul kelganmi? Yetkazish jadvali qachon? Sizning manzilingiz bo'yicha kim mas'ul? Shuni bilib olasiz. Agar mahallangizda ijtimoiy xodim, mahalla raisi yoki mas'ul mutaxassis bo'lsa, ulardan ham yo'l yo'riq so'rashingiz mumkin. Lekin yakuniy rasmiy javobni vakolatli organ beradi. Shuning uchun mahallada aytishdi. Qo'shnim shunday dedi. Internetda o'qidim degan gaplar bilan cheklanib qolmang. Eng katta xato hamma gapga ishonish. Internetda hamma pensionerga falon summa beriladi degan sarlavhalar ko'p uchraydi. Lekin ichini o'qisangiz shartlari bor, muddatlari bor. Faqat ayrim toifalarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun sarlavhaga qarab qaror qilmang. Har doim o'zingizning holatingizni tekshiring. 2-xato, hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Agar 11 sentyabrgacha to'lov bo'lsa, 11 sentyabr kuni borib hammasini hal qilaman deb o'ylamang. Chunki hujjat tekshiriladi, ma'lumot bazaga kiritiladi, bank rekviziti aniqlanadi, ba'zan bir necha kun vaqt ketadi. Erta tekshirgan odam yutadi. 3-xato, mening pensiyam kichik, baribir hech narsa chiqmaydi deb o'ylash. Aynan kichik pensiya oladigan odamlar ayrim ustama yoki ijtimoiy yordamga ko'proq muhtoj bo'ladi. Agar sizga tegishli bo'lgan pul bo'lsa, miqdori 1000 so'm bo'ladimi, 500 ming so'm bo'ladimi? Bu sizning haqingiz. Uni bilib olish kerak. 4-xato, ortiqcha tushgan pulni tekshirmasdan sarflash. Men yuqorida aytdim. Odatdagidan juda katta summa tushsa, sababini biling. Bu sizni keyingi oyda noqulay vaziyatdan saqlaydi. 5-xato, telefon orqali shaxsiy ma'lumot berish. Hech bir rasmiy xodim sizdan SMS kod so'ramaydi. Hech kim kartangizning orqa tomonidagi kodni so'rashi kerak emas. Agar shunday so'ralsa, suhbatni to'xtating va yaqinlaringizga ayting. Men har bir pensioner yoki uning farzandiga mana shunday oddiy tekshiruvni tavsiya qilaman.
Birinchidan, pensiya qaysi sanada tushadi? Shuni biling. Ikkinchidan, oxirgi tushgan summa qancha? Yozib qo'ying. Uchinchidan, karta muddat tugamaganmi tekshiring. To'rtinchidan, pasport ma'lumotlari yangimi qarang. Beshinchidan, sizda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, talabalik, vasiylik yoki boshqa alohida hujjat bo'lsa, muddati o'tmaganmi? Aniqlang. Oltinchidan, agar 15 sentyabrgacha to'lov haqida eshitgan bo'lsangiz, ro'yxatda bor yo'qligingizni vakolatli joydan so'rang. Yettinchidan, javob noaniq bo'lsa, yozma murojaat qiling. Mana shu oddiy 7 qadam ko'p muammoni oldindan hal qiladi. Eng muhimi, siz taxmin bilan emas, aniq ma'lumot bilan harakat qilasiz. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, 15 sentyabrgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar haqida gap ketganda. Har bir odam o'z holatini alohida tekshirishi kerak. Hamma pensionerga bir xil summa tushadi deb o'ylash to'g'ri emas. Kimdir qo'shimcha to'lov olishi mumkin, kimdir qayta hisoblash farqini olishi mumkin. Kimdir hujjati muddati o'tgani uchun vaqtincha kutib qolishi mumkin. Kimdir esa umuman bu ro'yxatga kirmasligi mumkin. Men sizga mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Kutib o'tirmang, tekshiring. Karta hujjat, pensiya turi, ro'yxat, to'lov sanasi hammasini aniqlang. Agar pulingiz tushmagan bo'lsa, sababini so'rang. Agar tushgan summa tushunarsiz bo'lsa, izoh talab qiling. Agar sizga tegishli haq bo'lsa, uni qonuniy tartibda talab qilishdan tortinmang. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Qo'shimcha pul tushganmi? Yoki ro'yxatda bor yo'qligingizni aniqlay olmaganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan pensioner o'z haqqini osonroq himoya qiladi.